Xo'p, mana o'quvchilar, demak, navbatdagi variantimizni ham boshlab oldik. Ikkinchi variant, birinchi savol. Xo'p. Odam tanasida bo'yin sohasida joylashgan ichki sekresiya bezlarida ishlab chiqariladigan gormonlar funksiyasi to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Tushunarli. Birinchi savol, demak, limfositlar hosil bo'lishini kuchaytirib, immun sistema shakllanishiga ijobiy ta'sir etadi debdi. Bo'yin sohasida ikkita bez joylashgan, demak, qalqonsimon va qalqonoldi bezi joylashgan. Bunda demak, qalqonsimon bezdan tiroksin gormoni, qalqonoldi bezdan demak, paratgormon gormonlari ishlab chiqariladi. Limfositlar hosil bo'lishini kuchaytirib debdi. Demak, yo'q, bu bo'yin bezlarining funksiyasi emas. Bir chiqib ketadi. Demak, hozir buni yozamiz. Demak, bir chiqib ketadi. Birini olmaymiz. Gormonlar gonadotrop gormoniga ta'sir etib, bolani vaqtidan oldin balog'atga yetishini sekinlashtiradi. Albatta, bu ham kirmaydi, chunki 1 bilan 2 ni funksiyasi bu timozin gormoni, ya'ni timus ishlab chiqaradigan timozin gormonining funksiyasi bo'ladi 1-2. 3ni ko'ramiz. Qonda kalsiy va fosfor miqdorini boshqaradi. To'g'ri, paratgormonning funksiyasi. 3ni olamiz. Nerv qo'zg'aluvchanligini kuchaytirish xususiyatiga ega. To'g'ri, nerv qo'zg'aluvchanligini kuchaytiradi. Bu tiroksin vazifasiga kiradi bu, albatta. 5. Ovqat hazm qilish bezlarining ishini kuchaytiradi. Yo'q, albatta 5 ham kirmaydi. 5 kirmaydi. Bu hozir 5 kirmaydi. Hozir biz 4 ni oldik. 4 ni oldik, 3, 4 ni oldik, 5 ni olmadik. 6 ni ko'ramiz. Reaksiya jarayonini pasaytirib, siydik ajralishini ko'paytiradi. Albatta, to'g'ri. Reaksiya jarayonini pasaytiradi, siydik ajralishini ko'paytiradi. Bu tiroksin vazifasi. Demak, 6 ni olamiz. 6 ni olamiz. Demak, 3, 4, 6. 3, 4, 6. Demak, B javob to'g'ri bo'ladi. Mana shu javob.